Agar fransuz tilini bilganingizni esa siz bilan fransuzcha mavzu qilib gaplashardik. Rutsam. Nima degan? Sevaman degani. Voydod! Dadajon! Nima bo'ldi? Voydod! Aytsam tilim, aytmasam tilim kuyadi ota! Nima bo'ldi? Voy bu ko'rgan ko'zlarim oqib tushsa bo'lmasmidi, dadajon! Voy bottag'am, seni tug'maygina mangina qilay. Cho'timda tagiga bosib o'ldirib qo'ygan bo'lmasmidi? Voy, ishtoning qani choymalolliklarniki. Voy dor, sharmanda qilib o'ldirding-ku meni. Kimni ko'zi tushdi? Mana men ko'rdim. Yana kim ko'rdi? Men ko'rganim yo'q. Ama ko'rganlar bor. Qaynam ko'rdi. Ikkita bocham bor, ashlar ham ko'rdi. Bu mayli, haligi ikkita sinfdoshim bor, gapga kelmaydigan. Ashlar ham ko'rdi. Hozir men ularni hozir olib kelaman. Nimaga otdingiz uni? Axir ko'zi ko'rku. Uni ko'zi ko'r emas. Uni dadasini ko'zi ko'r, Bodiriddinning o'g'li. Dadasini o'rniga o'tiribdi, haymi? Hay. Qochingga nima balo qilding? Astagfirulloh. Voy! Enajon, ko'zingizni oching. Men seni Fransiyaga butun jahon lo'lilarini, Malaka oshiri simpoziumiga jo'natib, sen g'ar bo'lib kel demadim, axi. Nima bo'libdi? Ey dadajon, men sizga aytdim, bormayman desam borasan dedingizmi? Dedingiz, lo'lilarning obro'sini oshirib qaytasan degansizmi yoki menmi? Men seni lo'lilarning obro'sini oshir dedim, ishtonini tushir demadim-ku, axir. Ay endi dadajon, bekor uribsiz meni. Meni kimlarga tashlab ketasiz? Chag'arman atay qilibman-ku. Dadajon, men bekor yurmadim. Ota kasb qildi. Ota kasb? Ota kasb qildi. Mana shu chaqani yerdim dada. Tilanchilik qilding bu yerda? Albatta tilanchilik qildi. Ay, Dadajon. sen yo'qligingda ancha kiloni biz orqaga ketib qoldi, haymi? Endi taroningga. Rao. Korma, rao. Tez jum. Obbo, bakoran do'xtan. Rao. Ota kasbda baraka bo'ladi, haymi?